Endi u Botir Qodirov, Sherali Jo'rayev bu insonlar O'zbekiston Respublikasining o'zbek xalqimizning yulduzi hisoblanadi. Svet bormi aka? Svet bor xudoga shukr. Endi To'lov qanday bilyapsiz svet? O'zingiz to'lab turibsizmi? onda sonda 10 ming taylab qo'yaman, menga shu bo'lash bitta chiroqqa yoqam, nima qilaman? Pilta finalimga kelib, mana rahmatlar eshitdim. Kim ko'ringanda mana final to'yimda qanday Mana edi bu. tabrik so'zlarni aytdim. Ha, mana bu pechkadan foydalanyapsiz-da. Hechqada mana nima qilaman? Bu turda olish uchun bir traktorga aylantirib. Shu uyda Jumanazar akamizga musofirlar, akalar, opalar yordam qilishib, bir paytlar qiziqarli videolar qilib mana shu yerda qurgan. Birinchidan kamsitish. Bu negativ bilan ehson kartaga pul tashlagan insonni masalan men 100% dedim, menga o'rgatmagan. O'shanda men narsa topdim, berdim. Sklat qurilmabdi-da mana yerda. Buncha bakalashga qishga g'amlab qo'yganmiz. Ikkinchi mana isbotim mana finalimni ko'rgansiz, men o'zim bo'lmagan. O'zimni urug'im chiqib ketgan. Piyoz o'toqqa ham borib masalan 2 so'mka bozorni olib kelsam, 2 so'mka bozorni olib kelsam. O'shanda g'alva bo'ldim, 1 so'mka. Eshitib yurgan qo'shiqlarim qaysi Botir Qodirov, qaysini men bilmayman. Endi o'sha Botir Qodirovni ham eshitgandim. Sheralinikini endi ovozini ham taniyman. O'zini ham ko'rsam taniyman, shu Sherali. Ana birdan pichayib qoldim. Mana o'shani Ma'rifdan bor. Yoki bizga boshqasi bor, qashqasi bor, bu ishlankani olib berishi ham mumkin. Muborakka ketgan paytimda shunday olib kelgandagi ishlankani olib kelib mana uydaga qo'yib ketganda ular ham buzilib ketgan, o'zlari to'g'rilab o'tadi. Yana mana 300 lik katta turba o'tib ketgan shu. Ko'ralmagan bitta yarim tasbih zaman shu oxirida mana nimalar shunday ko'ldan olibda hech kim yo'q. Borlar o'sha yerda. Shunday sinadi. Mana shu xonadon jigarlar. Jumanazar aka. Mana shu xonadon. O Juma aka. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Kamera bilan kirib kelaman. Shoh o'zmi, shak o'zmi shunga o'xshab. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sog'ligingiz zo'rmi? Biz obunachilar bilan bir salomalik qilib oling. Assalomu alaykum. Ha, Ma'rifboy, qalay, yaxshi. Rahmat aka, o'zingiz zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Rossiya qanday bo'ldi, Rossiya? Rossiya bo'ladi aka, xudoga shukr zo'r. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Buncha bakalashga qishga g'amlab qo'yganmiz. Endi sotganimiz, sotmaganimiz. Ha, bakalashga biznes. Ha, shu. Ha, yaxshi. Ular mazdavari suv, ozroq suv mayda-chuyda yuvinchayin qiluvdim. Ha. Shunda sop qo'ydim. Mana bu ham yomg'irdan qolgan suvlarni tozaroq suv. Ha, o'zingiz zo'rmisiz aka? Sog'ligingiz yaxshimi? Musofirlar. Assalomu alaykum aziz o'rtoqlar, yurtdoshlar. Mana bugun Ma'rif ham kelibdi. Mayli, rahmat. Avvalambor hammalaringizga rahmat. Butun O'zbekiston xalqiga ham, O'zbekiston ichidagi xalqiga ham, butun dunyodagi o'zbeklarga ham hammalaringizga rahmatlar aytaman. Sizlar sharofatlarni mana shu narsa bo'lib qoldi. Mayli, rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamisha birni bergan bo'lsa sizlarga mingni bersin. Mana men Xudoga shukr yuribman mana. Endi to'g'ri. Ba'zida bundayroq, ba'zida bundayroq. Xudoga shukr yaxshi, ahvolim yaxshi. Ha, o'zingiz zo'rmisiz aka? Shukr. Nima ish qilyapsiz hozir? Bekormisiz? Endi mana yoqqa shu petakka orolga chiqib kelaman ba'zida ertalab ish bo'lmasa keyin ozroq uyda ishini qilaman shu. Hozir mana yoqlarni uborka qildim. Bir ikkita mayda-chuydalarni oqladim. Shu asta shu oqlayapman. Bir oy bekor yashayapman. Yozda ish boshlagan, ishga borib kelaman. Shu endi. Ha, yaxshi. Men hovliga ham suv o'tkazsam bo'lardi. Endi borim bor yo yo'g'im bor endi. Baribir Xudo biladi, mana shu uy bitganda ko'rgan bo'lsalar, men Muborakka ketgan paytimda shunday olib kelgandagi shlankani olib kelib turib mana uydaga qo'yib ketganda ular yoqdagi ham buzilib ketgan, o'zlari to'g'riladi. Shuni video qilib, mana shu shundayini oqib uyni tagidan mana shu fundamentini tagidan olib ketgan. Endi u kirani o'tkazish qancha
Ona qilish qancha u bilib bo'lmaydi ertaga u mana yerga oqib ketsa yo bir narsa bo'lib ketsa keyin pundam taniga mana uy taylab ketsa bundan yomoni yo'q. Hozir suv chiqmaydi-da? Hozir men shuning uchun yoptirib taylam svarka. Ha, o'zingiz yoptirgansiz. 2 soatlik suv bo'lsa menga bir haftaga yetadi. Bo'lsa-da. Endi bu ham rahmatli ham o'rgatgan. Oldingda degan kaza mulk tursa ham degan shundan keraklisini olib iste'mol qil degan. Qolganiga degan bo'yin ham cho'zma, tuyaga yontoq kerak bo'lsa degan bo'y cho'zadi deganda. Ortiqcha narsani yig'ma degan. Bugungi kuningda ertasini Alloh taolo dayan degan. Shuning uchun shunday deydi. Masalan, hozir masalan mana men bitta narsani men bir narsani bildim endi. Surxondaryoni ham bilmadim, boshqa joyni ham bilmadim. Suvni o'tkazsam mana yerdan katta liniyadan mana 300 lik katta turba o'tib ketgan shu kraynikda. Yo'q oqib ketsa. Ko'ralmagan bitta yarimtasi biz ham shu oxirida mana nima bu shunday kuvaldan olibda hech kim yo'q. Borradi o'sha yerda. Shunday sinadi. Ana keyin mana 20 lik turbadan u ko'lday bu bir kechada o'zi hamma ko'p joy bosib ketadi. Bir marta o'sha suv ulaganimizda ham o'sha teshilgan edi. Men bilib o'tiribman, u teshilmagan, teshilgan suv unday bo'lmaydi. Uni mana shu yerda men ustalar bilan janjallashdim dedim, basha qildim, qasha qildim dedim, shu begona joydan emas. U masalan mana yerga finalimga kelib, mana rahmatlar eshitdim. Kim ko'ringanda mana final to'yimda qanday mana da bo'ladi. Tabrik so'zlarni aytdi, begona joydan kelmaydi. U birov Napoleonni kelganda katta molotok bilan shu 2 ta urgan, shu yarim kechasi kelib shunday sindirib yuborgan o'shani. Uni liniyani o'chirish uchun liniyani o'tkazib uni oqish uchun endi masalan mana sizlarga men bir videoda ko'rsatay. Meni masalan lo'q deydi yo bir tentak deydi. Masalan suvni o'tish uchun mana xudo xolasa mana bu shipirlangan uyga odam kelsa mana bu yerda dokumenti bor. Mana shu odam kelsa shu yerda yashasa ana shundan shunday o'tkazilsa, taqir tuqur bo'lsa yo boshqa bo'lsa bir it bo'ladi boshqa bilinadi bu narsa. Hozir mana hech kim yo'q, kimdan ko'raman men? Kimdan da'vo qilaman men? Misolda, gap mayli, uni meni cho'chchiga ham menga problema emas. Uni shlankasi ham problema emas. Masalan, bo'lmagan taqdirda shu ma'rifkan bor. Yoki bo'lsa ya boshqasi bor, qashqasi bor, bu shlankani olib berishi ham mumkin bir. Ba'zi bir mana streetli magandagilar tonib qolgan, videoga chiqqanidan keyin ancha tonib qoldi. Suv masalasi gurung bo'lganda shu uni suv ham o'tkazgan, shlanka planka kerak bo'lsa shunday kelib olib ketaveradi. Shunday ham beraman deyapti. U narsalar problema emas, o'tkazish ham problema emas. Lekin shayton bor joyda, farishta bor joyda shayton bor. Yaxshilik bor joyda hasad ham bor, boyagiday g'arazlik ham bor. Uni bilmaysiz, qachon yov bosib kelgan, qachon. Endi masalan mana videoda ham mana bo'lgan ko'z bor, suq bor deganda mana u kunni og'zidan mana bitta baloni birdan pichayib qoldim. Hozir o'shani vulkanizatsiyaga olib to'g'latib kelaman deyaptim. Ha, balonnimi? Ha, endi dami chiqib ketibdi-da. Dami chiqib ketgan ekan, dam ursam ham damini olmaydi, teshilgan ekan. Endi kim bilan shu masalan mana ikkita balonni o'zi to'g'risini aytsam 1 milliondan qimmat turadi-da. Bu endi ishlatilgan balonni qo'ygan, mumkin shu sal bittasi bundayroq. U kuni borib dam soldim, dam solsam ham bo'lmadi. Endi borib yamatib kelishim kerak. Ha, svet bormi aka? Svet bor, xudoga shukr. Endi to'lov qanday bilasiz svet? O'zingiz to'lab turibsizmi? Ha, onda sonda 10 ming taylab qo'yaman. Menga shu bo'lash bitta chiroq qo'yaman, uni qilaman. Piltani ham piltaga ham bir tuzuk kamida 2 soat, 3 soatlarda ovqat pishadi. Shuning uchun ba'zi mana uni o'ziga qilaman. Ha, mana bu pechkadan foydalanyapsiz-da. Pechkadan mana ular nima qilaman? Musulda olish uchun bir traktorga almashtirib, mana ortib bir yerga chiqarib, undan ko'ra mana shu yoqib beraman. Bu qayerdan kelib qolgan Juma aka? Mana bu narsalar. Hammasi shu yoqdan bu yoqqa shu bakalashga tergan paytdan oqilib qaytib kelgan. Ha, olib kelgansizda. Ha, shu. Mana bu metallar topshirib yuborsa ham bo'ladi, menimcha. Qaysi? Kraskan qutilari. Bular ham idish qurulsanlar kerak bo'ladi. Menga mana bakalashkalar topshirib beraman. Men mana yoqaman. U kuni shu aytganday tosh topib keldim, videoga chiqib ketib, ko'z urdim, bilmayman, 700 kun tursam mana aravan bola pichaydi. Shu ko'z ham yomon narsa deydi. Shuning uchun
Jom aka, mana Botir Qodirovni shov-shuvli xabarlari yotibdi. Eshitganmisiz, ko'rganmisiz? Botir Qodirovni hozir otalikka degan sudi bo'lyapti. Ya'ni shu san'atkor Sherali Jo'rayev meni otam degan shunaqa narsalar internetda juda katta prosmotr bo'lib, odamlar o'zlarining fikrini bildiryapti. Masalan, men o'zim o'ylayman, Botir Qodirov shu Sherali Jo'rayevning o'g'li bo'lsa kerak, chunki ko'p isbotlar chiqdi. O'sha vaqtida nigoh o'qitgan odamlar, nimalar, guvohlarsiz nigoh bo'lmaydi-ku. Shu guvohlar chiqib o'zlarining fikrlarini aytdi. Siz nima deb o'ylaysiz shunga? Endi u Botir Qodirov, Sherali Jo'rayev bu insonlar O'zbekiston Respublikasining o'zbek xalqimizning yulduzi hisoblanadi. Ular to'g'risida ya bo'ladigan, ya bo'lmaydigan, ya hadiydigan, ya bunday gaplarni bilib bilmay gapirish noto'g'ri. Bu ham noto'g'ri. Ikkinchidan endi guvohi bo'ladi, boshqa bilan efir, video ularning o'ziniki. Ana shu. Endi bizlar ularning oldida bir oddiygina odammiz bular. Bular bu xalqda yulduzi, xalqda zvezda insonlar bular. Men hech narsa deya olmayman. Chiqib mayli chiqargan videolarim to'g'ri ana qilib, endi ertaga bir narsa deb qo'ysak, uni javobgarligi bo'lib qolishi mumkin. Bu narsa deyish qiyin endi. Men fikr bildirdim, o'zim jonli efir qilib, san'atkormi qo'shig'iga baho bering, uni hayotiga aralashmaslik kerak. Shu Qo'shiqlarni eshitish kerak. Endi eshitib yurgan qo'shiqlarim qaysi Botir Qodirovniki, qaysini men bilmayman u narsani. Endi mumkin shu Botir Qodirovnikini ham eshitgandirman. Sheralinikini endi ovozini ham taniyman. O'zini ham ko'rsam taniyman, shu Sheralini bilaman. Shu. Sherali Jo'rayev olamdan o'tdi. Ancha o'tganini eshitdim. Shunday. Ha, aka, o'zimizdan gaplashaylik. Ish qilib yashash yaxshi. Lekin men yana bilmadim, o'sha o'zimizga tegishli blogerlardan bo'lganmi, boshqa birovmi, meni rasmimni qo'yib, ikkita bolani shunday ushlatib, uylantirdik deb video chiqarib berdi. Bir ikkitalar. Kim biladi endi kimdan chiqqan video, uni kimning kanali uncha qiziqmadim men. Yana